Mashinani bahaybatligini qaranglar. Ram 1,5 ming. Dodge firmasimi bu bilmayman. Qo'yi kallasi bor-ku. To'g'risi bunga hech qiziqmagandim. No, buni bahaybatligini videoni ko'rib, вообще jinni bo'lib qoldim. To'xtalmasdan ilojim qolmadi. Sizlarga bir ko'rsatib o'tay deb. 5,7 litr объем pikap. Tak, 48,800, no, 49 ming yurgan ekan, bor yo'g'i. 49 ming yurgan mana. Ana. Tak, mashina Ram. Saloni idealniy, kuzov idealniy. Qiziqadiganlar bormi shunaqa mashinaga, pikapga? Ba'zi dokumentlari bilan turibdi mana. Tak. 2022-yil yozilgan. 2022-yil mashina. Do'stlar, 15 ming dollar boshlang'ich narxi. Dodge Ram. Bormi qiziqadiganlar? Aytinglar. 15 ming dollar boshlang'ich narxi. 507 motor. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Signal bosib ko'ramizmi? Kimga kerak 15 ming dollarga shunaqa mashina do'stlar? Kommentariyada yozamiz.